Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Abduqodir Husanov Qozoq klubi bosh murabbiyiga murojaat qildi. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City markaziy himoyachisi faoliyatini nafaqat yurtimiz futbol ishqibozlari, balki qo'shni mamlakatlar, xususan qozog'istonlik muxlislar kuzatib boradi. Qozog'istondagi nufuzli manba Offside.kz sayti Abduqodir Husanov qozoq futboli afsonasi Samat Smakovga shaxsiy video murojaat yo'llagani haqida ma'lum qildi. Abduqodir Husanov qisqa video lavhada Qozog'iston milliy jamoasining sobiq sardori salom yo'llab, uning oilasiga ezgu tilaklarini bildirdi. Murojaatchi Samat Smakov ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildi. Assalomu alaykum Samat Kabirovich. Sizga va oilangizga salom yo'llayman. Sizga va o'g'illaringizga omad tilayman, deyiladi Husanovning murojaatida. Samat yaqinda Atener klubiga bosh murabbiy etib tayinlangan va jamoa boshqaruvidagi birinchi uchrashuvida ham o'tkazgan deb yozmoqda Offside.kz sayti eksperti va muharriri Kirill Nexorashin. Manbaning ta'kidlashicha, Ateruin bosh murabbiyligiga tayinlanganiga qadar Smakov Turon jamoasida bosh murabbiy assistenti bo'lib ishlagan. Undan oldin Jetisu va Elimay klublarida bosh murabbiylik qilgan. Astonada texnik direktor va Aktobe sport direktori lavozimlari faoliyatida yuritgan. Bundan tashqari, Smakov Jenis va Ordabis klublarining murabbiylari shtabi hamda mehnat qilgan. Qozog'istonning milliy terma jamoasi afsonasi sifatida qadrlanadigan Samat Smakov futbolchilik faoliyati davomida Qozog'istonning Elimay, Irtish, Jenis, Kayrat, Aktobe, Ordabasi, Rossiyaning Rostelashaym va Turkiyaning Rizespor klublarida to'p surgan. Smakov Qozog'iston milliy terma jamoasi safida eng ko'p o'yin o'tkazgan futbolchi hisoblanadi. Qozog'iston klublari tarixidagi u 6 marta chempion bo'lgan, shuningdek 2004, 2007, 2008 va 2009-yillarda 4 marta Qozog'istonning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan. Abduqodir Husanov esa bugun Markaziy Osiyo futbolining eng taniqli vakili hisoblanadi. 2025-yilning yanvaridan beri Manchester Cityda o'ynayotgan 22 yoshli markaziy himoyachi o'tgan mavsumda Angliya kubogi hamda Angliya ligasi kubogida zafar quchib, legioner sifatida eng nufuzli ilk sovrinlarini qo'lga kiritdi. Bundan tashqari o'zbek futbolchisi Manchester City tarkibida Angliya Premier Ligasi musobaqalarida 2-o'rinda yakunlab, chempionat kumush medaliga ham ega chiqdi. Qadrli do'stlar, albatta nima bo'lganda ham yurtimiz Abduqodir Husanovning kelgusi faoliyatida ham omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Abduqodir Husanov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, bugungi qisqa dasturimiz xudo mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.